Salom do'stlar, bugun sizlar bilan voice chatda foydalanishni o'rgataman. Ya'ni nastroykalarni tuzish, unda qanaqa qilib gaplashish, shunaqa narsalarni ko'rsatib o'tamiz. Undan ketdik. Xo'sh, nastroykani boshda ochib olamiz. Mana ochildi. Endi esa bu yerga bosamiz. Bu yerda select mikrofon bor. Bunga mana buni bosamiz. Bo'ldi, bu ulangan, menda ulangan. Buni ham ulaymiz. Bu ham ulangan. Endi ulaganda e'tibor bersin. Mana buni bossanglar, mana shunaqa pitichka chiqsa bo'ldi. Endi mana shu yerda menda Y turibdi. Bu yerda sizlarda belgilanmagan bo'ladi. Masalan, sizlar o'zlaringiz xohlagan bitta nimani qo'yib ishlatishingiz mumkin. Masalan, I ni bosgan paytingizda mikrofon ishlaydi va siz so'zlay olasiz. Endi men o'zimga Y harfini qo'yib qo'yganman. Bu yerda endi hamma narsa tuzildi, boshqa narsalar shart emas. Xo'p, endi mana bu yerga o'tamiz. Group degan narsani bosamiz. Mana Samarqand TM01 mana shu nimalar ochilgan. Mana kirish uchun bir, ya'ni parol. Bizga hozir bu narsa kerak emas. O'zimiz bitta nima ochamiz. Mana bo'ldi. Bu bo'ldi. Masalan, siz nima yaratmoqchi bo'lsangiz, parol degan o'z do'stingiz bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, faqatgina mana shu yerga parol kiritasizlar. Masalan, obuna. Mana shunaqa qilib kirasizlar. Xohlagan narsalaringizni kiritsanglar bo'ladi. Endi create. Bizga pasport kerak, parol kerak emas. Mana. Endi bu yerda gaplashishimiz mumkin. Bu yerda men gaplay olaman hozir. Voice chat not connect deyapti. Xo'p, mayli. Shu yerda bosasizlar va gaplashinglar. Hozir menda ishlamayapti, ammo sizlarda ishlashi aniq. Savollar tug'iladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' omon bo'ling.